Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Dajjal xususidagi darslarimizni davom etkazamiz. Dajjal yer yuzi bo'ylab insonlarni fitnalashtirishlikda 40 kungina davomiy bo'ladi. Ya'ni 40 kungina insonlarni fitnaga uchratib yuradi. Lekin uni bu 40 kuni siz bilan bizni oddiy kunlarimizdek bo'lmaydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, uning bir kuni 1 yilga barobar. Ya'ni sizlarning 1 yilingizga barobar. Yana bir kuni sizlarning 1 oyingizga barobar. Yana bir kuni esa sizlarning 1 haftangizga barobar. Qolgan kunlar esa sizlarning kunlaringizga o'xshaydi. Ya'ni Alloh taolo uning kuniga shunday bir davomiy qiladiki, bomdoddan kun botguncha bo'lgan kuni siz bilan biz sanaydigan 1 yilning uzoqligiga barobar bo'ladi. Sahobalar Rasulullohdan bu so'zni eshitganlaridan keyin ibodatga haris bo'lganliklaridan, "Ya Rasululloh, uni bir kuni bizni 1 yilimizga barobar bo'ladigan kunda biz 1 kunlik namoz o'qiymizmi yoki 1 yillik namoz o'qiymizmi?" deydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar-ki, "La uqduru lahu qadra." Yo'q dedi. Unga teng namoz o'qiysizlar dedi. Ya'ni 1 yillik namoz o'qiysizlar degani. Bu nima degani? 1 yillik namozni bir kunda o'qigan odam jaynamozdan boshini ko'taradimi? Ya'ni uni ro'barasiga chiqmanglar degani. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, agar sizlar qaysininglar ana shu zamonga ro'baro bo'ladigan bo'lsanglar, uning ro'barasiga chiqmanglar. Uni oldiga chiqmanglar deydi. Hadisdan ma'lum bo'ladiki, oy tutilishi bor, kun tutilishi bor yoki shunga o'xshagan bir boshqa bir sayyoralarga, boshqa bir planetalarga boriladigan bo'lsa, u yerda namoz o'qishlikning vaqti ana shu vaqtga qarab belgilanadi. Oxirat ilmini o'rganishlikdagi foydalardan bittasi shu deb aytganlik darslarimizning boshida. Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Dajjal haqida aytadi. U Shom va Iroq orasida zohir bo'ladi. O'ngni ham, chapni ham, g'arbni ham, sharqni ham fitnaga to'ldiradi. Ey Allohning bandalari, sobit turinglar. Dajjalga iymon keltirib, unga qattiq ergashganlar yahudlar bo'ladi. Imom Muslim sahihlarda keltirgan hadisda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Dajjalga Isbahon yahudilaridan 70 ming kishi ergashadi. Ularning yelkalarida laffofa deyiladi, ana shu yahudiyligini bildirib turadigan bir diniy bir kiyimi, bir alomati bo'ladi. Biz tilda bir sharf desak, osonroq tushunsa kerak. Yahudiyligini bildirib turadigan ana shunday bir matohi bo'ladi ustida. Yahudiylarning mana shu Isbahondan bo'lganlari 70 mingtasi unga birinchilardan bo'lib ergashadilar. Yahudiylarning dinlarida Dajjal chiqishida haqida ma'lumotlar bor. Ular uni zohir bo'lishini kutadi. Ularning kitoblarida Damasaya deb nomlanar ekan. Ularning gumonlaricha Dajjal oxir zamonda zohir bo'lib, uni hukmronligi dengiz quruqlikka yetadi. Dajjal bilan daryolar kesib yuradi va bu narsa Alloh tomonidan unga berilgan mo'jiza deb e'tiqod qiladilar. Hamda Dajjalga ergashganliklari uchun Dajjal ularga yer ostida yerdagi hamma hukmronligini yahudlarga qo'liga qaytarib beradi. Ya'ni butun yer yuzining hukmronligini yahudlarning qo'liga qaytarib beradi degan e'tiqod qilishganligi uchun birinchi bo'lib unga ergashadiganlar yahudiylar bo'ladi. Bu ularning dinidagi ma'lum narsa. Lekin Masih Iso alayhissalom kelgan paytda yo'q, bu u Masih emas. U Masih bu tanishgan emas. Vaholanki Iso alayhissalom ham o'zi yahudiy bo'lgan millat. Dajjal Makka va Madina shahridan boshqa hamma shaharlarni aylanib chiqadi. Faqat Makka bilan Madinaga kirmaydi. Imom Buxoriy sahihlarida keltirgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Madinaning atrofida uni himoya qilib turadigan farishtalar bor. Madinaga to'un, ya'ni vabo hamda Dajjal hargiz kira olmaydi. Buxoriydan boshqa keltirgan hadisda Rasululloh aytadilar, Madinaga Dajjal xavfi, qo'rquvi kirmaydi. U kunda Madinaning 7 eshigi bo'ladi. Har bir eshigida 2 tadan farishta o'tdan bo'lgan qilichini yalang'ochlangan holda turadi. Dajjal unga kiraman desa, ular uni qaytarib turadi. Dajjal bu ikki shaharga kirmoqchi bo'lsa, ya'ni Makka bilan Madina shaharlariga kirmoqchi bo'lsa, farishtalar uni qo'llaridagi o'tdan bo'lgan qilichlar bilan qaytaradilar. Farishtalar ularni kirgizmas ekanlar, u bir oyog'ini Sabaha degan joyga qo'yadi. Ya'ni Madinada hech qanday ekin-tikin o'smaydigan Madinaning bir mintaqasi. Bu mintaqani ulamolar hozirgi kundagi Jamiyatul Islomiyaga yaqin bo'lgan bir joy deb atashadi. Bu shunday bir yerki, ekin-tikin hech qanday narsa o'smaydi.
Dajjol kira olmasdan ana shu mintaqaga bitta oyog'ini qo'ygan paytda yer titraydi. 3 marta qattiq titraydi. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Madinada 3 marta yer titraydi. Shunda Madinadagi har bitta kofir yoki har bitta munofiq Madinani tashlab chiqib Dajjolga erishadi. Ya'ni payg'ambarimiz boshqa hadislarda aytadilar, Madina o'zining ichidagi najosatlarni surib chiqaradi. Mana shu Dajjolning kelishligi bilan Madinada agar kofirlar bo'lsa yoki munofiqlar bo'ladigan bo'lsa, Dajjolga chiqib ergashib ketadi. Dajjoldan qanday saqlanish mumkin? Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Abu Dovud keltirgan hadislarda, sizlardan birortangiz Dajjol chiqqanini eshitsa, undan qochsin. Uning ro'barasida turmanglar. Bir kishi uning oldiga o'zini mo'minman deb boradi-yu, lekin uni fitnaga solib qo'yganligidan, uni shubhaga solib qo'yganligidan Dajjol kofir bo'lib unga ergashib ketib qoladi. Ya'ni mo'minman deb boradi, fitnani kattaligidan, imtihonning og'irligidan, shubhani kattaligidan kofir bo'lganligini sezmay qoladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Imom Muslim keltirgan hadislarda aytadilar, odamlar Dajjoldan qochib tog'larga chiqib ketadilar. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning boshqa ko'rsatmalarida sizlardan qaysi biringiz Dajjol chiqqan zamonda bo'lsa yoki Dajjolga ro'baro bo'lsa, Kahf surasining boshidagi oyatlarni o'qisin. Ya'ni 1-dan 10-gacha bo'lgan oyatlarda tog'i zolim podshohning zulmidan qochib toqqa kirib berkingan yigitlar haqidagi qissa ketadi. Bunda shu nima hikmat bor deyilsa, ulamolar aytadiki, ayni mana shu oyatni o'qishlikda. Mana shunday bir zolim chiqqan paytda uni tashlab qochib ketishlikka ishora bor. Shuning uchun Kahf surasi o'qilish kerak deb aytadi. Ana shu zolim podshohdan qochib, yosh yigitlar g'orga qarab kirib ketdi. 300 yildan ortiq muddat u yerda uxlashdi. Alloh taolo ularni o'zi saqladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida mana bir ajib qissa keladi Imom Muslim sahihlarida. Qaysi o'rinda Dajjol haqida gapirilsa, mana shu qissa keltiriladi. Hamma sunan kitoblarida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida Sofi ibn Sayyod ismli bir yigit bo'ladi. Yahudilardan bo'lgan bir yahudi yigit bo'ladi, 12 yashar bo'ladi. Rasululloh ana shu ibn Sayyodni kuzatib, undagi ba'zi bir alomatlarga qarab turib, mana shu Dajjolmikin deb gumon qilardi. Ya'ni ana shu davrda yashagan odamni payg'ambarimiz Dajjol shumikin deb gumoni bo'lardi. Kunlarda birida Umar ibn Hattob roziyallohu anhu bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birgalashib chiqishdi-da, Yahudilar yashaydigan tomonga, Madinaning o'sha tomoniga borishdi. Yahudilarning bog'laridan biriga kirishdi. Umar ibn Hattob hikoya qiladi. Rasululloh xuddi bir narsadan berkinib qo'rqqandek bir daraxtning orqasiga o'tardilar deydi, ozgina turib, ya'ni yugurib borib nanigi daraxtning orqasiga o'tib ozgina turar edi. Go'yo bir narsani poylagandek. Birov ko'rib qolmasindek ehtiyot bo'lib turib, daraxt orqasida turadi. Yana ozgina turib yugurib narigi daraxt orqasiga boradi. Xullas, ana shu 12 yasharli Sofi ibn Sayyod ismli yigit uxlayotgan daraxtning oldiga yetib boradi. Ya'ni uyg'onib ketmasin degandek, birov ko'rib qolmasin degandek, Rasululloh mana shunday bir ehtiyotkorlik bilan boradi. U Sofining ustiga borganida Sofi chalqamchasiga yotib olib, osmonga qarab yotib, rosa bir undan har xil ovozlar, g'udrashlar, xurriylar ovozlarini eshitilib turadi, ovozlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sekin uning ustiga keladi-da, uni so'zlariga, undan chiqayotgan ovozlarga diqqat bilan quloq solishni boshlaydi. Go'yoki bir narsani o'qimoqchi bo'lgandek diqqat bilan quloq solib turadi. Rasululloh hali hech qancha ustida quloq solib turmasdan turib, ana shu Sofiyni onasi uyidan chiqib qoladi-da, payg'ambarimizni uni bolasini ustida turganligini ko'rib turib, "Ey Sofiy" deydi. "Ustingda Muhammad turibdi, uyg'on" deydi. Deganda Hali Sofiy shunday uyg'onadi-da, shunday bir g'azabdan pishqirib, ovozlari boshqacha bo'lib, payg'ambarimizga bir g'azab bilan qarab turadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar-ki, agar uyg'otmay turganida buni Dajjolmi, Dajjol emasmi bilib olardim deydi. Mana shu tamtamanalardan, mana shu ovozlaridan, undan chiqayotgan bir tovushlardan payg'ambarimiz uni kimligini bilmoqchilik bo'lganga yaqin bo'lib turganda, bilib qolishiga yaqin bo'lganda onasi uyg'otib yubordi. Shunda 12 yashar bola bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'rtasida shunday bir suhbat ketyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Ey Sofi" deydi. "Meni Allohning rasuli ekanimga guvohlik berasanmi?" Sofi aytadi: "Seni ummiylarning nabiysi ekanligingga guvohlik beraman." 12 yashar bola Rasululloh bilan gaplashyapti. So'ngra Ibn Sayyod payg'ambarimizga: "Ey Muhammad, sen meni Rasululloh ekanligimga guvohlik berasanmi?" dedi. Subhanalloh.
Ya'ni 12 yoshar bola payg'ambarimizga aytayotgan gapini ko'ring. Vaholanki yahudiylar bilardi payg'ambarimiz haqiqiy rasul ekanligini. Lekin yahudlardan bo'lmagani uchun iymon keltirishmagan edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam amantu billahi va rasulih, amantu billahi va rasulih dedi. Buni savoliga. Allohga va uning payg'ambarligiga iymon keltirdim. Allohning va uning payg'ambarligiga iymon keltirdim. So'ngra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Sofiga qarab turib, "Ey Sofi" dedi. "Men ichimda bitta so'zni yashirdim. Bilasanmi o'sha qaysi so'z?" dedi. Sofi diqqat qilib turdida, "Ad-duh" dedi. Rasululloh ovozingni o'chir, uningni o'chir, haddingni oshma, ovozingni o'chir dedi. Cho'chib ketdi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldida turgan Umar, "Ya Rasululloh, nimani yashiruvdingiz? Nimaga bunaqa bir qattiq keskin javob berdingiz?" deganida, "Men unga" deydi, "duxon, tutun degan so'zni yashiruvdim" deydi. U mana shu duxon degan so'zni yarmini tushungan edi. Payg'ambarimizning dilida turgan so'zni yarmini shunday topgan edi. Shunda payg'ambarimiz hali duxon deb aytmasdan turib, "ad-duh" deyishligiga shart to'xtatib turib, "Uningni o'chir, haddingni oshma" dedi. Shunda Umar, "Ya Rasululloh, ruxsat bering, choftashay kallasini buni" dedi. Rasululloh Umarga qarab, "Ey Umar" dedi, "Uni tinch qo'y" dedi. "Agar u haqiqatan dajjal bo'lsa, sen hech narsa qila olmaysan uni. Agar dajjal bo'lmasa, uni o'ldirganlikdan senga hech qanday manfaat yo'q" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan Sofi ibn Sayyod o'rtasida bo'lgan mana shu voqea butun musulmon o'rtasida tarqab ketdi. Hamma Sofi ibn Sayyoddan ehtiyot bo'ladigan bo'ldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam oldida Umar ibn Xattob, "Allohga qasam, Sofi ibn Sayyod dajjoldir" desa, Rasululloh eshitardilar-da, indamasdilar. Ya'ni bir ajib qissaki, Rasululloh davrida bor deyilyapti bu kishi. Sofi ibn Sayyod mana shunday bir payg'ambarimiz bilan bo'lgan shu ishidan keyin mana aytdik, odamlar undan ehtiyot bo'ladigan bo'lishdi. Sofi keyinchalik Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etganlardan keyin yoshi katta edi, boy bo'ldi, ser farzand bo'ldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam dajjolni sifatlaganida aytardilar, uni zurriyoti bo'lmaydi. Ya'ni orqasidan qoladigan farzandi bo'lmaydi degan edi. Tug'mas bo'ladi deilgan edi. Ibn Sayyod katta bo'ldi, boy bo'ldi, payg'ambarimiz uni ko'zini g'ilay bo'ladi degan edi. Ko'zi soppa-sog' edi. Farzandlari ko'paydi. Rasululloh vafotidan keyin Ibn Umar, Abdulloh ibn Umar bilan Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu bilan Sofi ibn Sayyod Madinaning tor ko'chalarida shuni to'qnash kelib qolishdi. Ibn Umar shunday qarasa, o'ng ko'zi xuddi siqilgan uzumni donasidek qurib qiyshayib qolgan edi. Xuddi payg'ambarimiz dajjolni sifatlab, uni o'ng ko'zi g'ilay bo'ladi, qurigan uzum donasidek qurigan qiyshaygan holda bo'ladi degandek, ko'zi mana shunday holatga kelib qolgan edi. Shunda Ibn Umar ko'rib qo'rqib ketdi-da, "Ibn Sayyod" dedi. "Qachon ko'zing bunaqa bo'lib qoldi seni?" U aytdi, "Bilmayman" dedi. Ibn Umarning oldida bir qancha bir ashablari bor edi. "Ko'zing o'zingni boshingda turib, qachon shunday bo'lib qolganligini bilmaysanmi?" deb achchiq qilgan paytda bu Ibn Sayyod aytdiki, "Agar" dedi, "Alloh xolasa meni bu ko'zimni seni qo'lingdagi tayog'ingga o'xshatib, tayog'ingni uchiga ham tushirib qo'yishi mumkin" dedi. "Qo'lingdagi hassiyaning uchiga meni ko'zimni tushirishi mumkin" deganida Ibn Umar shunday g'azabi chiqdi-da, g'azablangan holda tayoq bilan o'z opasi Hafsa binti Umarga kelib aytadi. Ya'ni Hafsa onamiz payg'ambarimiz ayoli, Abdulloh ibn Umarning opasi. Shunda Hafsa onamiz aytadiki, "Sofi bilan nima ishing bor?" deydi. "Uni tinch qo'y. Axir dajjol odamlar orasida oddiy yashab yurib, bir qattiq g'azablangandan keyin dajjol bo'lib ketishligi haqida payg'ambarimiz aytgan so'zlarni eshitmaganmisan? G'azablantirma uni" dedi. Ya'ni unga bo'lgan odamlarning shubhasi, unga bo'lgan bir ehtiyotkorlik yana ham ziyoda bo'ldi. Payg'ambarimiz aytgandaqa ko'zi dajjolning g'ilay ko'ziga o'xshab qolgan edi. 12 yasharida uni dajjolda payg'ambarimiz gumon qilar edi. Umar qasam ichsa payg'ambarimiz indamas edi. Bir qancha vaqt o'tgandan keyin mana Imom Muslimda keltiradi hadis Abu Said al-Khudri roziyallohu anhudan. Qissani davomi bundan ham ajib. Dajjol kofir bo'lardi. Sofi musulmon bo'ladi keyin. Musulmon bo'ladi, boy bo'ladi, serfarzand bo'ladi. Haj qilib, hajdan, ana shu haj karvoni bilan birga qaytib kelar ekan, Abu Said al-Khudri roziyallohu anhu aytadi, karvonda birga kelar ekanmiz, dam olgani to'xtadik. Men o'zim yuklarimni tushirdim, daraxtning salqiniga borib o'tirdim. Sofi ibn Sayyod ham hajdan kelardi biz bilan musulmon holatida. Yuklarini tushirdi, kelib meni oldimga o'tirdi deydi. Lekin yonimga o'tirganda bir
sovuq ter chiqib ketdi mendan. Ya'ni u odamlar u haqida gapirayotgan yomon gaplarni bir esladimda, haligindan bir vahshatga tushdim deydi. Kelib oldimga o'tirganda, shu meni yonimdan nandiroqqa bosin degan maqsadda, "Ey Sofi, yuklaringni salqinga olib qo'ysang bo'lmasmidi? Optoda qolsa yaxshi bo'lmaydi" deb o'zidan nari qilmoqchi bo'ldi. U o'rnidan turdi, yuklarni qo'ydi, tuyasini sog'ib, sutdan olib kelib Abu Said al-Xudriyga tutyapti. O'zi mendan nari bo'lsin deb qilsa, bu endi sutini olib kelyapti. "Ey Abu Said, bundan ichmaysizmi?" dedi. Desa, "Yo'q" dedi, bahona qilib. "O'zi kun issiq, yana sut ham issiq, ichkim. O'zi deydi, uni qo'lidan ichkim kelmayapti" deydi. Ibn Sayyod yonimga o'tirib tushundi nima uchun ichmayotganligini. Aytdiki, "Ey Abu Said, shunday bir holatlar bo'ladiki, arqonni olib daraxtga ilib o'zim osib qo'ygim keladi. Hayotdan zerikib ketib, o'zimni o'ldirgim kelib ketadi" dedi. Nimaga dedi? Odamlar men haqimda gapirgan gaplarni eshitib turib, yashagim kelmay qoladi hayotda dedi. Agar kimdir g'ofil bo'lsa ham, sizlar ansorlar payg'ambarimizning so'zlarini eshitgansizlar u. Dajjolni zurriyoti bo'lmaydi degan. Zurriyoti Madinada qoldi. Dajjolni kofir bo'ladi degan. Men musulmonman. Dajjol Makka bilan Madinaga kira olmaydi degan. Mana Makkada borib hajni qilib Madinaga qaytib kelyapman. Nimaga endi meni Dajjol deyshadi odamlar dedi. Shunda Abu Said al-Xudri haqiqatdan nimaga unaqa? Payg'ambarimiz bu aytgan alomatlari bittasi ham to'g'ri kelmayapti-yu, dedimda bir noqulay ahvolga tushdim. U Sofi ibn Sayyod so'zini davom ettirib aytdiki, "Men Dajjol emasman, lekin Dajjolda qaydaligini bilaman. Otasini ham taniyman." Deganida Abu Said qo'rqib ketdi-da, "Nari bo'lmang, nari bo'l" dedi. "Kuning qurisin" dedi. "Nari bo'l mendan" dedi. Abu Said unga qarab turib, "Ey Sofi" dedi, "Agar Dajjol bo'lishlik seni xursand qilarmidi agar Dajjol bo'lsang" deganda, "Agar menga taklif qilinganda Dajjol bo'lishlik, men yo'q demas edim" dedi. Mana shu yerda to'xtatamiz buni. Endi Tamim ibn Aws ad-Dariyning qissasini aytamiz. Keyingi hadisimiz Imom Buxoriy sahihlarida keltirilgan Fatima binti Qaysdan rivoyat qilinadi. Tamim ibn Aws ad-Dariy roziyallohu anhudan. Tamim ad-Dariy Nasroniy dinida bo'ladi. Islomga kiradi. Kunlardan birida Fatima binti Qays aytadi, Madinada as-solatul jamiya, as-solatul jamiya, jamoat namoziga chaqirdi eshitdikda, shoshilganimizcha payg'ambarimiz masjidiga erkak ayol bordik. Odatda bunday chaqiruv yo bir xatarli ish bo'lsa, bir jihodga chiqishlik kerak bo'lsa chaqirilardi, yoki bir jihoddan o'lja kelgan bo'lsa, bo'lib berishlik uchun payg'ambarimiz shunday qilib chaqiradi. Zarur ish bo'lsa chaqiradi. Hamma yig'ilib kelgandan keyin namozni o'qidik deydi. So'ngra payg'ambarimiz turdida, kulib turib, "Men sizlarga bir xatarli ish uchun chaqirganim ham yo'q. Endi sizlarga bo'lib beradigan hech qanaqa o'ljam ham yo'q" dedi. Faqat meni oldimga Tamim ad-Dariy keldi. Islomga kirdi va shunday bir hikoyani aytib berdiki, "Men sizlarga Dajjal haqida aytgan gaplarimga tamomiy to'g'ri keladi" dedi. Tamimning qissasi nima edi? Tamim aytadi. Bu Sahih Muslimda keltirilgan. Tamim ad-Dariy aytadi: "Ashoblarimiz bilan tijorat maqsadida kemaga chiqdik. Kemani minib dengizga chiqqanimizda shamol qattiq bo'ldi. Shamol kemamizni dengiz bo'ylab haydab yurdi. Bir oy yurdik, qayoqqa ketayotganligimizni bilmasdan. Bir oy dengizda chayqaldik. Oxiri shamol tinchib, bizni kemamizni bir orolga olib chiqib qo'ydi. Orolga tushdik, qayerdaligini bilmaydi bular. Orolga tushib, bir qancha vaqt masofa yurganimizdan keyin junlari shunaqa bir qalinligidan orqasi qadayu oldi qada bilmaydigan bir hayvon ro'baramizga keldi. Haligi hayvonni ko'rgan emasmiz. "Kimsan, nimasan?" deb so'raganimizda odam tili bilan javob berdi. "Men jassosaman" dedi. Ya'ni bu haqida Qur'onda oyat kelgan. Ana shu oxir zamon bo'lganda yerdan bir hayvonni chiqarib qo'yamiz. Odam tili bilan gapiradi. Allohning oyatlariga iymon keltirmay qo'ydinglar deydi. "Men jassosaman" dedi. Bu qanaqa javob? Boshqa savol bermoqchi bo'lganda aytdiki, "Ey qavm" dedi, "Ali jassosa. Ana bu dirda" deydi. Dirda mana shu ibodat qilinadigan joy aytilardi. Ana bu dirda sizlarni xabaringlarga mushtoq bo'lib turgan bittasi bor" dedi. Shoshilganimizcha ana shu dirga qarab yugurdik, bu shayton bo'lib qolmasin yana deb. Bordik, ana shu dirga yoki ibodatxonaga kirganimizda umrimizda ko'rmagan nohotda bir gavdali odamni tizzalari, oyoqlari zanjir bilan baylangan, butun jasadiga zanjir aylangan, o'ratilgan, mana shunday yig'ishtirib qo'yilgan holda bir kishi o'tirardi. Biz unga
Sen nimasan? Kimsan deb so'raganimizda u aytdiki, meni holimdan xabardor bo'ldinglar. Endi sizlar holinglardan xabar beringlar. Chunki men sizlarga o'zimni kimligimni aytsam, sizlar kimliginglarni masdan ketib qolsanglar men jila olmayman. Lekin men chekka keta olmayman. Avval sizlar aytinglar dedi. Ular nimani so'raysan dedi. Ular aytdi, Bisan haqida xabar beringlar dedi. Bisan Falastindagi bir shahar. Bisanda nimasi kerak senga? Bisanda, Bison bog'ida xurmolar bormi dedi. Ha, xurmolari bor. Xurmolari serob, odamlar foydalanyapti. Ha, u xurmolar yo'q bo'lishga yaqin bo'ldi dedi. So'ngra Tabariya suvi haqida gapiringlar dedi. Tabariya Urdundagi bir ko'l. Tabariyada suv bormi dedi. Ular ha bor dedi. Suvi serob, odamlar ichyapti dedi. Suvi yo'q bo'lishiga yaqin qoldi dedi. Menga Zag'ar bulog'i haqida gapiringlar dedi. Zag'ar ham mana Falastindagi bir shahar. Zag'ar bulog'i haqida gapiringlar dedi. Nimasi kerak senga u haqida? Nimasini bilmoqchisan deganda, Zag'arda bulog'idan suv chiqyaptimi? Dehqonlar uni suv bilan dehqonchilik qilyaptimi? Ha, suv serob, dehqonchilik yaxshi bo'lyapti. U buloqning suvi ham qurishlikka yaqin bo'ldi dedi. Endi menga ummiylarning, savodsizlarning nabiysi haqida xabar beringlar. U nima qildi dedi. Tamim aytadi, biz javob berdik unga. Ha, Makkadan chiqdi, Madinaga borib, Yasribga borib joylashdi. Yasribga borib joylashdi. Arablar bilan urushdimi deb so'radi bu baylangan. Ha, urushdi. Ularni yengdi, unga itoat qilishdi. Endi sen kimsan dedi. Ya'ni itoat qilgan bo'lsa, o'zlariga yaxshi dedi. U aytdi, men Masihman dedi. Ya'ni Masih Dajjolman dedi. Sofi ibn Sayyod 12 yoshar bola hali bu paytda. Rasululloh o'tib ketgandan keyin u ko'zi qiyshayib qoldi. Bu payg'ambarimiz tirik davrida Tamimid davri Imom Muslimda keltirilgan bu ma'lumotlar. Men Masihman. Menga chiqishligim uchun izn berishini kutyapman. 40 kun yerda kezaman. Makka va Tibadan boshqa hamma shaharlarni aylanib chiqaman. Bu ikkisiga kirishligimdan qo'lida yalang'ochlangan qilichi bor farishtalar to'sib turadi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam turgan joylarda minbarda titratib turib aytdilarki, aytmaganmidim sizlarga? Aytmaganmidim dedi. Hammasi tasdiqlashdi. At-Tiba deb payg'ambarimiz Tiba mana shu Madinada minbarga 3-4 marta urdi. Ya'ni Tamim ibn Avs ad-Dariyda aytgan qissasi, Rasulullohda burun u haqida aytgan qissalari shunday bir-biriga ma'no jihatdan to'g'ri keladi. Lekin tabiiy savol tug'iladi. Qanday qilib bir vaqtda o'zida u payg'ambarimiz oldida yashayotgan bo'lishi mumkin? 12 yoshar yosh bolani singari. Ya'ni shu vaqtda o'zida qaysidir bir orolda zanjirband holatda turishi mumkin. Bu siz bilan biz aqlimiz olmaydigan g'ayb ishlari. Bu ajoyib qudratlar haqida gap ketyapti. Bu Alloh taolo har narsaga qodir zot. Endi Ibn Soyyatni oxirini gapirib qo'yaylik. Sofi ibn Sayyod umrining oxirgi vaqti bo'lganda birorta bolasi qolmasdan o'lib ketdi. Payg'ambarimiz nima deganlar? Birorta uning orqasida zurriyat qolmaydi degandi. To'g'ri keldi. Ko'zi qiyshagani to'g'ri keldi. Ummaviylar xalifalik davrida Madina ahli bilan Hajjoj ibn Yusuf as-Saqafiy o'rtasida Harro urushi bo'ldi. Madina ahli bilan billa Sofi ibn Sayyod Hajjojga qarshi urushgani chiqdi va mana shu urushda uni yo'qotib qo'yishdi. Tirigi ham, o'ligi ham yo'q bo'ldi. Demak, bu qanday qilib u yoqda ham bu yoqda ham bo'lishi mumkin degan savolga javobimiz shuki, bu Alloh taoloning ilmi degan narsa. Bu narsani biz surishtirib o'tirmaymiz. Inshaalloh Dajjal xususidagi darsimizni ertaga davom etkazgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.